Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikka qiziq bo'lgan Genesis priborlarida baza va roverni bir-biriga bog'lagan holatda ishlash prinsipini sizga tushuntiraman. Avvalambor ko'p Genesis qurilmalarida baza va roverning ishlash prinsipi bir-biriga juda o'xshash bo'ladi. Chinav GPS'ning i93 modelini misolida ko'rsataman. Yangi ishimiz подключение bo'limiga kiramiz va i93 Genesis'ni подключение qilishimiz kerak bo'ladi. Buni подключение qilish uchun ostki qismdagi seriya raqamiga qarab olishimiz kerak bo'ladi. 46 raqamli Bluetoothga bog'lanamiz. Подключениeni bosamiz. Baza подключение bo'ldi. Undan keyingi ishimiz bazaning nastroykalarini to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Biz UKV bazasini tanlaymiz va bu yerdagi ba'zi bir nastroykalarni o'zgartiramiz. Popravkaga RTSM 3.2 ni qo'yamiz. Protokolga Chinav turadi. Shak 25 Hz, 9600, 2 volt mощность. Kanalni esa birinchi kanalni qo'yamiz. Xohlasangiz 9 ta kanaldan xohlaganingizga qo'yishingiz mumkin, faqat baza va roverning kanallari bir-biri bilan farqlanmasligi kerak, ya'ni bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Чувствитель высокий turadi. Qolgan nastroykalarga tegishimiz shart emas. Сохранить использовать bosamiz va bu yerda bazamizning nastroykalari kelib chiqadi. Bazamizning antenna balandligi, ya'ni mana shu temir metal qismdan yergacha yoki repergacha bo'lgan masofasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ibrohim ishlab turdi. Hozir metr bilan o'lchab olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qismdan olib yergacha bo'lgan masofamiz 1.87 ekan. 1.87 santimetr va bu yerdagi ko'ryapsizmi? Vysota antenaga 1.87 ni kirgizamiz. 1.87 использовать bosamiz va bu yerda nuqtamizni so'rayapti, ya'ni joylashgan nuqtani kirgizyapti. Agar reperimiz bo'ladigan bo'lsa 3 nuqtaga bosib bu yerdagi tochkalar orqali kirishimiz mumkin reperni. Bizda hozir reperimiz yo'q. Mana bu o'rtadagi syomka olish belgisiga bosamiz va o'zining joyini avtonom ravishda topadi. Hozir bu yerda 5 sekund deyapti. Bosamiz, 5 sekund davomida o'zining joylashuvini aniqlaydi, turgan joyini. Mana azizlar, koordinata sistemasini chiqardi, balandliklarni ham chiqardi. OK tugmasini bosamiz va uning sozlamalari ustanovka bo'lyapti, o'rnatilyapti. Mana bazamiz ustanovka bo'ldi. Endi bundan chiqamiz va podключениеga yana qaytib kiramiz. Endi biz roverimizni podключение qilishimiz kerak bo'ladi. 6515 seriyali Bluetoothni podключение qilamiz. Podключение bo'ldi. Endi rover bo'limiga o'tamizda новый tugmasini bosib, bunda ham UKV ni tanlaymiz. Bu yerda kanalni пользовательскийdan birinchi kanalga o'tkazib qo'yamiz va сохранить ni bosamiz. Bu yerga nom yozamiz, test deb yozamiz masalan. Сохранить qildik va galочкani qo'yib использовать ni bosamiz bu yerdan. Mana azizlar, ko'rishimiz mumkin, fix berib Genesis qurilmamiz ish holatida ishlayapti. Bunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib bo'lmasligi uchun bizni Telegram kanalimizga podpisatsiya bosing va Instagramda faol kuzatib boring. Endi xudo xolasa bundan buyog'iga Genesis qurilmalarini noldan o'rgatish bo'yicha video darslikka chiqaraman.